Bemor qani tug'ib qo'ymadimi? Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую. Ах, какая женщина, мне в такую. O'zgarmaysan sen. Tug'ib qo'yaman. Olib kiring. Tabriklayman, polvonday o'g'illi bo'lding. Lekin senga qoyil. Sen o'zgaribsan. O'zgarmaganing uchun yo'llarimiz ayro kelgandi. Ha, mayli. Baxtli oila qurib, o'zgarib mana farzandli bo'lding. Sen uchun xursandman. Kuyov bolani ham bir tabriklab qo'yay. To'xting, qatga. Nima bo'ldi, doktor? Yaxshi emas. Papasha qani, o'zim bir tabriklab qo'yay. Qanaqa papasha? Dugonam hali yerga tegmagan. Nimaga? Cho'q. Laylaktash qaydan keldi? O'zgarmabsan, ha? Don zikki osmondan emas. Zo'r narsa o'rgandim. Qara, tur, qara. Vo, zo'r Endi bu yoqqa qara. Oho, buni nerv tomirlari qisilib qolgan. Bir oyda oldingi holatiga qaytadi. Bir oy shunday yuramanmi? Bir oydan keyin borsangiz o'zim joyiga solib qo'yaman. Assalomu alaykum. Siz kulyapsizmi ustimni? Yo, kulganim yo'q, noto'g'ri tushunyapsan. O sizga aytibman, uydagilarim meni boshqa yerga bermoqchi. Siz tirjayib o'tiravering. Yo, tirjayganim yo'q, noto'g'ri tushunyapsan. Aytayapman, uydagilarni jo'nataman, ha. Babir kulyapsiz, ha? Endi o'shanga yerga tepib ketaman. Yo, kulganim yo'q, bunga ishonma, yig'layapman men hozir. O'g'lim, senga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. To'g'ri, hozir yuzingga ham qarolmayapman. Qanaqa aytishdi? O'ylayapman. Seni boqib olganmiz, o'g'lim. Xotin, o'g'limiz bizni to'g'ri qabul qildi. Xotin! Uyimgacha kelmasangiz ham erta ishga borardim. Chidolmadim-da, doktor. Bir oy bo'ldi-ku, davolab qo'ying tezroq. Tayyormisiz? Ha. Nima maska taqib oldingiz, endi bu sizga kerak emas. Qani o'zingiz bo'sh qo'ying. Xo'p. Ikkinchisi oxirgisi. Nima bo'ldi, doktor? Tuzaldimmi, yaxshi bo'lib ketdimmi? Onangning boyagi maska qani edi? Yo, bo'lalar. Agar men 6 ta podpисчигim 2000 dan tashlasa bitta muzli marojni olar ekanman. Tashlaylar, davay. Chinoy. Mazam bo'lmayapti, tez yordam chaqir. Dada, men sizni o'zim davolayman. Ana, zo'r tushdim. Ana. Sen noto'g'ri ketib qol. Ana. Nima mana. Ana, zo'r tushdim. Ya, noto'g'ri tushding, lekin shtochka eslab qol. Doktor chaqirmasam bo'lmayapti. Dada, boshqatdan tiqib ko'raymi? Bugun sizlar bilan kasal odamni oyoqqa turg'azadigan damlama tayyorlaymiz. Davay, tayyorlayman. Bizga uylanmagan kaptarning bir dona pati kerak bo'ladi. Pat bor mana. Uylanmagandir. Uyingizda bir donagina barg bordir. Barg bor. Mana. O'sha bargni aslo sola ko'rmang. Voy. Agar sop qo'ygan bo'lsangiz, qaytarib olmang. Agar yana qaytib olgan bo'lsangiz, mayli tashlab yuboring. Hech narsa qilmaydi. Birinchi kelishinglar. Dada, zo'r damlama tayyorladim. Ichsangiz tuzalib ketasiz. Bitta iching. Ta'sir qildimi? Yo'q. Ta'sir qilib qolaman. Doktor chaqir. Yo'q, dada, zo'r damlama bu. Voy qofiq. Boya kaptar uylangan ekan. Dada, uzr. Voy chirib ketdi, ha. Kasal odamni o'rnidan turg'azish. Hozir chiqadi. Zo'r qilib o'ynayman. O'rolik Jamshid akani maslahat. Boshqa narsa chiqib ketdi-ku. Mana. Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ora? Ha, ota. Qayerdan keldingiz? Tushunadi. Bormi og'riq?
Bormi? Bormi og'riq? Og'riq kuchaydi. Doktor chaqir. Bo'l dada, yig'lamang. Oho, ahvolingiz o'ta og'ir, otog'im. Nimaga shu paytgacha tez yordam chaqirmaysiz? Yo, sizga kimdir qarshilik qildimi? Qarshilik qilgan bo'lsa ayting, men uni qilib o'zim. Ha, men aytdim. Yo, men aytdim, dada, doktorga boraylik dedim, dadam. Dedi. Hozir senga zo'r narsa ko'rsataman, faqat hech kimga aytma, xo'p? Qara. Ya. Nima qilyapsiz? Ko'p-katta odam yosh bolaga ham shu narsani o'rgatadimi? Undan ko'ra kirib oyog'ingizni yuving. Hidiga chidab bo'lmaydi. Tuvaltdagi gullarim ham so'lib ketdi. Mana issiq suv, oyog'ingizni vanna qiling. Bo'ldi, ko'p o'tirdim. Zo'r bo'ldi. Qaralaring o'sha ariqchini yaxshilab qara. Nima qilyapsizlar? Mahallada anchadan beri nimadir sasyapti. Hayvon o'lgan bilmayman. Bor sen ham qarash. Yo'q, vaqtim yo'q edi, boshqa safar. Hid kuchaydi, qaralashdi bo'lishi mumkin. Kelin o'g'lim bilan yaxshi yashayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'g'lingiz ishdan keldi menimcha. Sevasan-da, har doim eshikni taqillatmasimdan o'zing ochasan. Qayerdan sezasan? Oyog'ingizni hididan. Dada, ko'ngilga tegadi ham demaydi. Oyong sasayab deyuradi. Men o'zingiz ayting, hozir xonada hid bormi? Yo'q. Yo'q, meni o'zimga ham sezilmaydi. Eshityapsanmi? Yo'q hid. Suv sovib qolmadimi? Ha, yo'q. Tursak bo'ladimi?